Ё-моё, ужас, кошмар. Man hayratda, man shokda, man lol. Bля, qirdiq-paddiq. Ёб твою мышь. Avvalambor man sizga kokoshga sog'liq tilayman. Iloyim sog'ayib yaxshi bo'lib keting, ko'rmagandek bo'lib keting. Bu operatsiyani men ham boshdan o'tkazganman. 4-oy bo'ldimi, 5-oy bo'ldi. Alhamdulillah, Xudoga ming qatla shukr, hammasidan yaxshi o'tdim. Bu ishni ko'rib, bu holatni ko'rib, men o'zimni doktorimdan mingdan ming rozi bo'lib ketdim. Lekin mana bu ahvolni ko'rib, bu nima bu? Bu nima ahvol bu? Buni qaysi stajyor, qaysi qo'ling so'ngur, qaysi qassob qildi bu ishni? Bu ishni qilganni hozir plasticheskiy xirurg desa bo'ladimi? Nima bu ahvol? Ужас, ёлки зеленые. Bu qizni srochno tajribali doktorlar ko'rmasa bo'lmaydi bu qizni. Bu qizni professionallar qo'riga topshirmasa, в общем, невозможно bu ahvol. Endi представить qilinglar, bu qiz-ku qorinni qildirgan, abdominoplastika, liposaksiya, xuddi men qildirgan narsalar bu qizda ham. Endi mana shu ishni qilgan doktorga yuzi topshirganlari ahvoli nima bo'lar ekan? Nimaga unaqa bo'lyapti? Bir qarasang, ana mashina bosib ketgan qiz operatsiyasi noto'g'ri bo'lgan. Bir qarasang, mana bu qiz bu ahvolda nimaga bunaqa bo'lyapti? Ho, qizlar, ho, dugonajonlar, har qanday doktorga o'zinglarni ishonib topshirmanglar. Ne только bu operatsiya, любой operatsiyada har qanday doktorga ishonib bo'lmaydi. Infeksiya tushdimi, virus tushdimi, Xudo ko'rsatmasin, tamom. Bu ish orqasidan o'lib ketishinglar ham mumkin. O'shaning uchun ehtiyot bo'linglar, tajribali doktorga o'zinglarni topshiringlar. Arzon desa uchib bormanglar unaqa joylarga. Yo, tavba. Men o'zimni doktorimga o'zimni operatsiya qildirganimda men reklamaga qildirmaganman. Men soqqasini berib, pulni berib qildirganman. Men u odamni 3 yil, 4 yil kuzatib, nechta odamlardan qildirganlardan surishtirib, keyin operatsiyaga yotganman. Bunaqa ish bilmasdan, ishini ko'rmasdan iltimos, o'zinglarni asranglar. Gap shundaki, bloger Kokosh bundan bir oycha avval oshqozon kestirish operatsiyasini boshdan kechirgandi. Jarrohlik amaliyotidan keyingi ortiqcha tana olib tashlanishi natijasida choklari sterillanmagan mato bog'langani sabab uning qorin qismida yirik yallig'lanish hosil bo'lgan. Halima Ibragimovada ham xuddi shunday asorat kuzatilgandi. Odatda 3 kun ichida bitib oyoqqa turishi kerak bo'lgan bemor 1 oydan beri to'shakka mixlanib qoldi. Ehtimol bariatrik amaliyot, ya'ni oshqozon qisqartirish operatsiyasi noto'g'ri bajarilgan bo'lishi mumkin. Yangi novosti, yangi informatsiya, shok bo'lib qolasizlar. Shok. Prosta miyam portlab ketdi. Kokosha dugonam nimaga yo'qolib qoldi? Nimaga yangi vaynlar chiqmayapti? Nima bo'ldi ekan desam, invalid qilib qo'yishibdi Kokoshani. Vashshe kapets, ko'ringlarmi rasmlarni? Soppa-soq qizni medkonsultant klinik invalid qilib qo'yishibdi, представляете? Kirib bilad, qassoblar chopib tashagan, nekroz bo'lib ketgan telalari, yo'pti bayamay. Dugonam nima yo'qolib qoldi deb xalaqval so'rab yozay desam, bolnitsada yotibdi ekan, 3 marta уже narkoz bo'libdi. Yarasini atrofini tozalaymiz deb vashshe nekroz qilib tashashgan, qo'rqinchlik darajada. Chivorasizlar rasmlarni ko'rsanglar. Ahvoli juda ham og'ir. Hozir Turkiya bilan gaplashyapmiz. Srochno Turkiyaga operatsiyani Xudo xolasa nihol oformlayat qilyapti, Go'zal bilan gaplashyapti, dogovor ketyapti. Hozir srochno olib kelmasak bo'lmaydi. Juda ham qo'rqinchlik. Rasmni qaranglar. Это pizdец. Bilat O'zbekistonda vrachlar qassoblar ishlaydi, yo'pti va yo'may. Hozir shumixa ko'tarib, nihol janjal qilib, tam istoriyasini bersin, doktorlik istoriyani bersin, biz Turkiyaga jo'natamizsa, qochib kabinetga qochib ketishdi vrachlar, представляете? Medkonsultant klinika bilan. Pizdets, nimasizlar qassobxonadan olganmizlar ishchilarni, yo'pti va yo'may. Soppa-soq odamni Блядь, изуродовали, блядь, восстановление. 3 marta narkoz qilishibdi. Уже operatsiyadan keyin, abdominoplastikадан keyin, liposaksiyadan keyin, undan tashqari yana 3 marta narkoz berishib, ichini tozalashyapti ekan. Tuzata olmayapti va chiryapti. Halima opaga bee'tibor berdik, mana o'lib ketdi. Odamlar bee'tibor bo'lmaylik.
Bechora qiz soppa sog'di invalid qilib qo'yishibdi. Shu be'tiborlik o'limga olib keldi Halima opani o'limiga. Yopti va yo'mat. Kimdir gapirish kerak-ku buni. Sog'liqni saqlash vazirligi qayoqqa qarayapti? Mana Sabrinani operatsiyasini ko'rdinglar. Qiyshiq qilib qadab qo'yishgan. Endi bu bilak qayerdan olyapsizlar? Qayerda o'qiyapti bu vrachlar? Med konsultant klinik qayerdan olgansan sen vrachlarni? Qayerdan diplom bergan senlarga? Odamlar o'lib ketyapti senlarning orqanglardan. Qizlar yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Biz anaqadan gapdan chiqib Komolga kelamiz. Hech o'zim kela olmayapman. Vaqtachilab qo'moshboxona yaxshim qo'mosh bor. Ko'kosh oldiga keldik. Ko'kosh ko'rsatay desam, endi больницада ko'rkadagi odam ahvoli bir ahvol bo'ladi, bilasizlar. Lekin bitta narsa maslahat beraman. Abdominoplastika qilgandan keyin sterilizatsiyaga juda ham yaxshi e'tibor qaratishinglarni so'rayman. Ko'kosh ahvoli yaxshi emas. Внешне yaxshi. Yaxshi emas. Salom deb qo'y Ko'kosh. Salom hammaga. Usti yaltiroq, ichi qattiroq bo'lgan. Nimadirlar gapiriladi, nimadirlar gapirilmaydi. Sport, dieta o'zingiz ozishga harakat qilaveringlar. Ha, точно sizga o'xshab 360 gradus. Shunaqa. Biz gapdan chiqib, Komilpam bilan birga Ko'kosh oldiga boramasam, Komilpam mana vaqtim bo'lmayapti, chunki klinikdan ortmaylar, opa bilasizlar. Har doim ish. Tushunasizlarmi, o'rtoqlar? Ko'kosh so'rayapsizlar mendan. Ko'kosh oldiga hadeb kela olmayman, hadeb telefonga gaplasha olmayman, chunki sabab baribir kasal odamni ovora qilgim kelmaydi. Mana hozir Ko'kosh mana yotibdi. Assalomu alaykum hammaga. Shu yerdan Komilpam bilan birga keldik. Voy, o'rtoqlar. Umuman xayolidan chiqarib tashlaylar. Qorin, ko'krak nimadir qilishga men ham cho'tki qilib ozib oldim, orcha terimni olaman, o'qilaman degan fikrlar bor edi. Yo'q, kerak emas, o'rtoqlar, kerak emas. Mana yana Ko'kosh ko'p yig'lab oldim. Ko'zlarim qizarib ketdi. Shunaqa gap. Qizarib ketasan, o'rtog'im. Shunaqa gaplar. To'g'rimi, Komilpa? Komilpa yo'raman deb o'tiribdilar. Bizzaman deb o'tiribdilar. Ayo, mana. Yo, endi biz o'rtog'imizda baribir achinamiz. Ko'pchilik yozibdi, Ko'koshga nima bo'ldi? Nega chiqmay qo'ydi? Abbos xo'ja qani? To'g'risini aytadigan bo'lsam, Ko'koshda ahvoli ozgina og'ir. Sizlarni xafa qilmaslik uchun aytmayapti. Tez orada batafsil bilib olasizlar, o'zlari qo'yadilar. Bizdan shunchaki bugun yangi operatsiyani o'tkazganlarida ko'ngillarni ko'tarish uchun Diydor G'animatga ko'rgani ketamiz. Xudo xolasa. Duo qilib turinglar, Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Blogerning yaqinlari bundan chuqur qayg'uga tushgan. Ko'koshni bu ahvolga tushishida operatsiyadan avval u bilan juftlik sifatida ko'rinish berayotgan Abbos xo'ja bu operatsiyaga undagan shaxs sifatida tanqid qilinyapti. U esa Instagram sahifasida ularga javoban shunday izoh qoldirdi. Assalomu alaykum. Ko'kosh masalasiga kelsak, hozircha nimadir deya olmayman. Chunki Farg'onaga ota-onamning oldiga kelganman. Kelishimdan oldin kirib xabar olib xayrlashib ketgandim. Qaytib borsam tagiga yetaman. Inshaalloh sabablar o'rganilib, har bittasini fikrlarini o'rganib chiqaman. Uzoqlashmay kuzatib turinglar. Allohdan duo qilib shifo so'rab turinglar. Hammani mushkulini oson qilsin. Operatsiyani san uchun qildirdi deganlarga men batamom tish tirnog'im bilan qarshi bo'lganman. Endi u ham yaxshilik uchun qildirganman degan edi. Men uchun o'shanday qoling, xalq sizni shundayligingizcha sevdi deb maslahat bergan edim. Hammasi yaxshilikka, behikmat bo'lmas. Biz bir bo'lib duo qilaylik. Ilohim yaxshi bo'lib ketsin. Toshkentga qaytib ochiqlaymiz. Hozircha qayta olmayman. Va'da berib qo'ygan joyim bor. Bu yerda ham xalq meni kutib turibdi. Sovg'a tarqatishim kerak. Ota-onamni oldidaman.